sizga tegishli ekanligini bilmagandik. Bu o'tloqlar sizga tegishli ekan. Qaytib bu yerga oyoq bosmaymiz. Hali tirik qolmoqchimisanlar? Yovvoyi sabzavotimni poymol qildinglar-ku. Bizda hech narsa yo'q. Uning eri qanday qimorboz ekanligini yaxshi bilasiz. Ha? To'g'ri gap. O'zi shunday foydasiz qimorboz bilan qanday yashab yuribsan, hayronman. Mayli, rostini aytsam, senda pul yo'qligini yaxshi bilaman. Unda bunday qilamiz. Ikkalalaring akalarim bilan tunni o'tkazasizlar. Shundagina qarzinglardan ozod bo'lasizlar. Shunaqa vahshiylar juda ham yoqadi-da. Qochlarni qara bularni. Nima, qochmoqchimisan? Qochib qayerga ham borarding? Janor sen yo'qolsang-chi. Qaytib keldim. To'xta. Kuchli zarba faollashtirish. Xotinim va qaynisinglimga tegajog'lik qilib, o'lishni istayapsanmi?